Biron joyga shoshilib turganinglarda 10 daqiqa vaqtinglar bo'lganda nima qilsam ekan deb qorninglar och bo'lgan paytda bu retsept sizlarga yordam keladi. Juda ham mazali va tez tayyor bo'lib, bittada o'xshatasizlar. Eng asosiysi 3 dona mazali ketadi xolos. Birinchi piyozni shunaqa yaxshilab maydalab olasizlar. Eng asosiysi mayda-mayda bo'lsin. Qolgan mahsulotlarni ham, ya'ni pomidorni ham shunaqa mayda-mayda, xuddi chopperda maydalangandek mayda qilib kubik shaklda to'g'rab olasizlar. Doim biron joyga shoshilib turganimda erinmasdan shu ovqatni qilib yeb ketishni afzal ko'raman. Sizlar aytinglarchi, eng mashhur retseptlar uyinglardagi qaysi taom? Kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Bu albatta hammaga qiziq bo'lsa kerak. Keyin bo'lsa ko'katlarsiz hech qaysi bir taom mazali bo'lmaydi deganlardek ko'katlarni ham mayda-mayda to'g'rab olib, hammasini bir chekidan qovurishni boshlaymiz. Piyozni shunaqa qizartirib olib, yaxshilab qovurib olasizlar. Keyin bo'lsa orqasidan pomidorni ham shunaqa yaxshilab qizartirib qovurib olasizlar. Bir-biriga suvlari o'tib, juda ham mazali bo'lishni boshlayotganda ustidan ko'kat to'g'rab olasizlar. Ozgina ketchup sovurish esinglardan chiqmasin yoki bo'lmasam ozgina tomat pastasi qo'shib yuborsanglar, rangi qip-qo'y qizil, xuddi pomidorlar bilan kelishib ketgandek bo'lib turadi. Ko'katlar bilan yanada mazali bo'lgandan keyin hammani uyidan 2 dona tuxum topilsa kerak. Tuxumlarni chaqib shunaqa dimlab qo'yamiz. Yaxshilab dimlab pishgandan keyin pomidorlar ham, piyozlar, tuxumlar bir-biriga shunaqangi o'tib, eng mazali nonushta yoki obed tayyor bo'ladi. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar.